Bolam qori bo'lsin deganlar uchun ushbu videomizni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Pastki qismida joy namozlari, tajvidli Qur'on tasbihlari bor. Ajoyib bolajonlar uchun naborimiz. Qo'shimcha kattalar uchun Ka'bali qutida Jannatim onam hamda Alhamdulillah nomli juda ham ajoyib qutilarda tayyor bo'lgan obi zamzam suvlari, muborak Qur'on kitoblari, elektron tasbihlari, Qur'oni Karimning o'zbekchaga tarjima hamda tafsir qilingan variantlari. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Muhtaram aziz yurtdoshlar, aziz otaxonlar, onaxonlar, Alloh haq subhanahu va taoloning fazli karami bilan muborak Ramazon oylarida tutayotgan ro'zalaringizni o'zi qabul aylasin. Ushbu oyda qilgan barcha ezgu va yaxshi amallaringizni Alloh o'zi savobini ko'paytirib bersin. Muhtaram azizlar, Ramazon oyi suhbatlarida Ramazon oyi ma'naviy tarbiya oyi ekanligi haqida siz azizlarga bildirib bormoqdamiz. Bilasizmi azizlar, Ramazon oyida yana bir holat bor. Ramazon oyi bizni bir-birimizga mehrimizni kuchaytirar ekan. Ertalab mana shu saharlikda, iftorlikda birga o'tirishimiz oila davrasida albatta bizni bir-birimizga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilar ekan. Chunki ba'zan boshqa paytlar ish yuzasidan hammamiz ertalab shoshilib ketib qolamiz. Kim ertalab ishga ketadi, keyin bolalar o'qishga ketadi, unisi ketadi. Lekin hozir saharlikda hammamiz bir dasturxon atrofida o'tiribmiz. Qarang, qanday ham chiroyli ekan. Iftorlikda bir dasturxon oilada o'tirishlik qanday ham rohat ekan. Hozir biz shunday bo'lyapmizki, mana ko'pchilik bizni ko'rib turgan katta yoshdagilar, ota-onalar, ayniqsa bugun farzandlari, nabiralar davrasida o'tirganda qanchalik darajada oila bilan o'tirishlik baxtini ko'ryaptilar. Kimlardir ota-onasini topa olmayapti. Hozir ming afsuslanib, qani edi ota-onam ham hozir birga bo'lganlarida edi. Mana shu dasturxon atrofida mana onam o'tirsa edi, otam o'tirsa edi deb yuraklarimiz ezilib turibdi. Lekin farzandlarimizga ham mana shu rohatni beraylik. Ko'proq dasturxon atrofida birga bo'lib, oilamizni bir-biri bilan muhabbatini kuchaytirishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni silay rahmni kuchaytirish kerak azizlar. Silay rahm degani bu qarindoshlik aloqalarini kuchaytirish. Bugun tasavvur qiling. Bir dasturxon atrofida o'tirgan aka-uka, opa-singil, vaqtiga kelib yoshlari katta bo'ladi. Ular oila quradi. Ularda ham mana shunday farzandlari, nabiralari bo'ladi. Nahotki endi bu aka-ukalar uzoq payt bir-biri bilan uzoqlashib ko'rishmaydigan bo'lib ketsa-ya, bu musibat emasmi? Shuning uchun biz bugun silay rahim haqida gaplashmoqchimiz. Ha azizlar, silay rahim bu qarindosh urug'lik aloqasini kuchaytirish, bog'lash. Kesishlik esa qati'ur rahim, ya'ni bir-biridan judo bo'lib ketish. Dinimiz qarindoshchilikni tiklashga qattiq targ'ib qiladi. Uzishdan esa qattiq qaytaradi. Bu narsani yaxshi bilib olishimiz kerak. Jumladan Alloh taolo Qur'oni Karimda o'ziga ibodat qilishlikni buyurib, menga ibodat qilinglar, menga ibodat asnosida hech kimni sherik qilmanglar deb buyurgandan keyin orqasidan yaxshiliklar qilishni, qarindosh urug'chilikka yaxshilik qilishlikni buyuradi. Bismillahirrohmanirrohim. Va'budulloha va la tushriku bihi shay'a va bil validayni ihsana va bidil qurba. Mana oyat karima. Alloh aytayapti: menga ibodat qilinglar. Menga hech kimni sherik qilmanglar. Ibodatdan keyingi eng muhim masala va ota-onangizga yaxshilik qilinglar va qarindoshlaringizga yaxshilik qilinglar. Demak, ibodatdan keyingi eng muhim masala azizlar, mana shu qarindosh urug'ga yaxshilik qilish. Aka-uka, opa-singillar, qo'mi qarindoshlar orasidagi aloqani mustahkamlash. Afsuslar bo'lsinki azizlar, keyingi paytda qarindosh urug', aka-ukalar orasidagi oqibat ketib qoldi. To'g'ri, ba'zi joylarda saqlanib, harakat qilib, shu qarindosh urug'ini bir-birlari bilan aloqasini tiklashga harakat qilayotganlar bor. Alloh ularga ziyodalik bersin. Lekin umumiy ma'noda shunday bir hayotimiz jadallashib ketdiki, hammamiz o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lib qolyapmiz. Bilasizmi, bir paytlar yoshligimizda onamiz qo'limizdan ushlab qarindoshlarnikiga olib borar edi. Yoki otamiz.
aka-ukalar bir-birlaridan xabar olinardi. Keyinchalik odamlarga yengillik bo'lsin uchun telefonlar paydo bo'la boshladi. U mahallar, xonadonlarda o'sha hozirgi bizni sim orqali ishlatiladigan telefonimiz bo'lardi. Keyinchalik shunda gaplashadigan bo'ldik. Hech bo'lmasa telefon qilib qo'ng'iroq qilib tur deydi. U ancha mushkul edi endi. Shunda ham ko'proq borishga harakat qilinardi. Lekin o'sha bizni baribir bir-birimizni aloqamizni uza boshladi. Undan keyin asta-sekin rivojlanishlar bo'ldi. Mobil telefonlar chiqdi. Ha, oson bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Shu qarindoshlar bilan tez-tez gaplashadigan bo'ldik. Ular bilan gaplashib turdik. Rivojlanib endi ko'rib gaplashadigan bo'lgandan keyin ko'rib gaplashib qo'ya qoladigan bo'ldik. Lekin afsuski, akamiz bilan 1 yildan beri faqat onlayn gaplashayotganimizni bilmayapmiz. Qachon oxirgi marta yuzlarini ko'rdik, bilmaymiz. Aka-uka, qavmi-qarindosh uzoqlashib ketdik. Hatto shunday bo'ldiki, oqibat bir-birimizga faqatgina telefonda SMS orqali tabrik yuboradigan bo'lib qoldi. Oldingidek bayramlarda tabriklab uyga borishlar yo'q. Bu esa aka-ukachilik, qavmi-qarindoshchilikni oqibatini buzilib ketishiga olib kelyapti. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam juda ham ko'p marotaba yaxshilik qilishlikka da'vat qilganlar. O'zlari bunga namuna bo'lganlar. Bunga misol qilib tarixda keltiriladiki, Rasulimiz alayhisolatu vassalamga birinchi vahiy kelganda Jabroil alayhissalom kelib siz payg'ambarlikni xabarini berib o'qing degan oyatni buyurganda uylariga kelib qaltirab yotib oldilar. Zammiluni, meni o'rab qo'yinglar deb yotib oldilar. Shunda Hadicha onamiz radhiyallohu anha kelib nima bo'ldi deganlarda bo'lgan voqeani aytdi. Men qo'rqyapman, menga bir zarar kelarmikin dedi. Hali payg'ambarlik xabari yo'q. Hali biror bir kitob to'g'risida gap yo'q, lekin endi vahiy boshlandi. Shunda Hadicha onamiz bir gap aytganlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizga hech qanaqa zarar bo'lmaydi. Chunki siz yetimlarning boshini silaydigan, kambag'allarni yaxshi ko'radigan va silay rahim qiladigan zotsiz degan ekanlar. Mana shu silay rahim juda muhim ekanligidan aytildi. Haqiqatda ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qarindoshlarini holidan xabar olardilar. Hattoki amakilari Abu Talib musulmon bo'lmasdan olamdan o'tdilar. Lekin Abu Talib amakilarini olamdan o'tganida va o'sha yilida Hadicha onamiz ham olamdan o'tdilar. Payg'ambarimiz alayhisalom mana shu yilni o'zlari uchun mahzunlik yili, xafalik yili deb aytganlar. Qarang, bo'lmasa o'z iymon keltirmagan, musulmon bo'lmagan, lekin silay rahmni ulardan uzmaganlar. Mana shu bizga namuna bo'lib, qarindoshlar bilan silay rahmni kuchaytirib, ularga yaxshiliklarni qilib borishligimiz kerak. Qarindoshlarni oldiga borib xabar olishlikni ajri juda ko'p ekan. Ulamolardan aytadilarki, Amr ibn Dinor rahmatullohi alayhi aytgan ekanlar. Bilinglarki, farzga bosilgan qadamdan keyin qarindosh tomon bosilgan qadamdan ko'ra kattaroq ajr beradigan qadam yo'q deganlar. Farz namozini o'qiyman deb masjidga bosgan qadamga qancha ajr beradi? Bundan keyin eng ko'p katta ajr beradigan qarindosh tomonga shuna qilib bosib borish degan ekan. Bolalarimizga o'rgataylik. Bu sana amaking bor, xolang, tog'ang bor oldiga. Duo ol, ularni ko'r. Bilmayman, Alloh bizni kechirsin. Hozir ba'zan ikkinchi avlod yuqoridagi amakilarni tanimay qolyapti. Chunki aloqa uzildi. Hammamiz shu tirikchilikni bahona qilyapmiz. Aytamizda endi shu tirikchilik qiyin bo'lib ketdi-da, rizq uchun chopib yuribmiz-da, nima qilaylik endi? Haq, to'g'ri gap. Endi hayot hozir jadallashib ketdi, avvalgidek emas. Hozir oilalardagi talab ham o'zgacha. Avvallari bitta otamiz ishlasa ham hammamizga yetgan edi. Bir oilada bir nechta farzandni boqqan edi. Oilaga ozgina maosh bo'lsa ham baraka bor edi. Nimaga bunday edi deb aytamiz. Mahallada bir dona avtomobil bo'lgan bo'lsa, hozir bir oilada ikkitalab avtomobili bor. Demak, bunga jadallashib ketyapti, qiynalyapmiz deyapmiz. Lekin men siz azizlarga Rasulimiz alayhisalom bir hadisni yetkazmoqchiman. O'sha bizni bugun xonadonimizdan baraka ketishlik. Shuncha harakat qilsak ham avvalgidek bitta otamiz qilgan ishni qila olmayotganimizni sababi Rasulimiz alayhisolatu vasallamning quyidagi hadisda ko'rsatilgan. Ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytgan ekanlar: "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi
va yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu degan ekanlar. Ya'ni Rasulimiz aytibdilarki, kim rizqini keng bo'lishini va umri uzun bo'lishini yaxshi ko'rsa, qarindoshlik aloqalarini bog'lasin. Ko'ryapsizmi? Agar rizqingizni keng bo'lishini xohlasangiz va umrimizni uzoq bo'lishini xohlasak, qarindoshlar bilan aloqani bog'laymiz ekan. Ana o'shinda rizqimiz keng bo'lar ekan. Bugun shuncha harakat qilsak ham uyimizga baraka kirmayotgan bo'lsa, bir qarab qo'yaylikchi, qachon oxirgi marta qarindoshlardan xabar oluvdik. To'g'ri, endi ba'zan birimiz uzoqroq joyda yashayapmiz, birimiz boshqa viloyatda, lekin hech bo'lmasa ularda aloqa vositasi bilan bog'lanib yoki bir yilda bir necha marta harakat qilib bir ko'rishishlikda uddasidan chiqsak bo'ladi. Ba'zida yoshlar aytib qoladi, ishimiz ko'p. O'sha ishim ko'p, qarindoshga borgani hech vaqtim yo'q deyotganlar insof bilan qarasinlarki, choyxonaga vaqt topganlarida ularga ham vaqt topsa bo'lardi. Lekin afsuski, amakini holdan xabar olishga vaqtim yo'q deyilyapti. Demak, rizqimizni keng bo'lishiga asosiy sabab, azizlar, qarindoshlar bilan aloqani tiklash. Qarindoshlardan aloqasini uzib yuborgan odamda qati'ur rahim deydi. Bularni hatto kitoblarda duosi qabul bo'lmaydi deydi. Bir jamoatning ichida bitta qati'ur rahim o'tirgan bo'lsa, shu jamoatga Allohning rahmati tushmay turadi deydilar. Bitta xonadonda ham shunday bo'lyapti. Shuning uchun albatta qati'ur rahimlikdan qochib, ya'ni qarindoshlikda aloqani uzishlikdan saqlanib tiklashga harakat qilish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Kechirimli, mehr oqibatli bo'lish kerak. To'g'ri, ba'zida aka-ukalar, qo'm-qarindoshlar oldida ba'zi bir mayda-chuyda narsalar deb judolik bo'lib ketadi. Lekin kechira bilish kerak. Alloh bizni bugun Ramazonda gunohlarimizni kechirayotganini his qilib, buni kechirish kerak. Biz nima uchun Ramazonda tarbiya deyapmiz? Ramazonda hammamizni qilgan gunohimizni Alloh kechirishga va'da beryapti-yu, lekin biz haligacha akamizni kechira olmayapmiz. Yoki amakimizni kechira olmayapmiz. Demak, bu biz uchun juda ham uyatli holat. Ana shuning uchun ham azizlar, keling Ramazon oyida, tarbiya oyida yanada qarindosh urug' bilan aloqamizni go'zal qilaylik. Qadimdan kelgan urfimiz, odatimiz, hozir butun dunyo bizdagi mana shu mahalla tizimiga qoyil qoladi. Mahallamizdagi oqsoqollik, mahalladagi aloqalar, qarindosh urug'chilik butun dunyoni havasiga keltirgan. Biz shuni saqlab kelajak avlodga beraylik. Oqibatimizni, bir-birimizga mehrimizni saqlashni o'rgataylik. Alloh taolo hammalarimizni qarindosh urug'lar bilan tinch omon bo'lishlikka muvaffaq qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Rabbi, bugun duoga qo'l ochib turganlarimizdan o'tib ketganlarimizni rahmat qil. Qavm qarindoshlarimiz orasidagi mehr oqibatimizni ziyoda qilgin. Qarindoshlar bilan bir-biri bilan judo bo'lib ketganlarimizni oramizga mehrni, muhabbatni bergin, kechirimli qilgin va qadimdan kelgan yurtimizdagi an'ana, qarindosh urug'chilik, quda andachilik, qo'ni qo'shnichilik kabi mehr oqibatlarimizni kelajak avlodga mana shunday holatda saqlab qolishimizga o'zing yordam bergin. Va sallallohu taala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain bi rahmat. Allohu akbar. Bolam qori bo'lsin deganlar uchun ushbu videomizni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Pastki qismida joy namozlari, tajvidli Qur'on tasbihlari bor. Ajoyib bolajonlar uchun naborimiz, qo'shimcha kattalar uchun Ka'bali qutida Jannatim onam hamda alhamdulillah nomli juda ham ajoyib qutilarda tayyor bo'lgan. Obi Zamzam suvlari, muborak Qur'on kitoblari, elektron tasbihlari, Qur'oni Karimning o'zbekchaga tarjima hamda tafsir qilingan variantlari